Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilarimiz. Sizlarga mana bu konteynerda Chevrolet logosidan bo'lgan ustunimizni ko'rsatib qo'yaman. Hali tayyor bo'lgani yo'q. Endi bu tayyor bo'lsa inshaalloh ham video qilib qo'yaman. Akalar, hozir 8 metrga ustunimiz tayyor bo'lyapti. Shunday firmamizni o'zining tagiga firmamizni hozir ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Qadrli akaxonlar, yurtdoshlarimiz, mana ko'rsatgan tepa sizlarga konteynerda o'sha 5x5 profilidan yukilgan firmamiz mana tayyor bo'ldi. Stenasi bu profillarimizni 1.8 2.2 bo'ladi. Anchagina baquvvat. Arka holatda o'rtamiz mana 1.30 ko'tarilgan. Chiroyli chiqqan. 30 ta edi, mana xudo xolasa 30 tamiz bitdi. Endi inshaalloh egalariga yetkazamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, arka firma to'qib berish xizmatimiz bor akalar. Yana mana bu konteynerda 10x5 variantida kichikroq joylar uchun firma xolalari bor. Anchagina baquvvat. Hozir qancha metr ko'tarishni ko'rsataman akalar. Mana akalar, mana shu 10x5 dan qilingan firmamiz, mana ko'rib turibsizlar, 20 metrdan ziyodroq. Bu hozir mana bitta bosimizni o'zi 255 bo'ladi akalar. 225ligi ham kichikroq konteynerlar ham bor. Mana firmamiz bez ustunga konteynerda lesini ko'tarib turibdi. Endi akalar, mana shu firmamizda ikki tomonlamasi mana chiroyli chiqqan variantini ko'rsatib qo'yaman. Akaxonimiz mana yasayapti. Bularda 1 metr 140 ming so'mdan chiqyapti hozirgi kunda akalar. Kraska sepib berish xizmatimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunaqa firma xizmatlarimiz bor. Hozir bunimizni balandligi o'rtasi, ya'ni sentri 2 metrga to'xtadi. Mana uchlari 0 ga kelyapti. Bu firmamizda ikki tomonlama bo'lgani uchun hozir 14 metr joyga mo'ljallab qilyapmiz. 14 metr joy uchun bez ustun holatda qilib beramiz. Keyin oddiyroq variantlarimiz ham bor akalar. Mana 30 lik firmamiz. Mana shu firmamizda 1 metri hozirgi kunda 190 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Inshaalloh tayyor bo'lgan holatni ko'rsatamiz. Ikkala tomoni butun bo'ladi. Ichi mana konteynerda o'zidan chiqqan materiallardan bo'lyapti. Kimga agar shunaqa firmalar, xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Videomiz inshaalloh yana davom etadi akalar. Mana yana bitta firmamiz, ya'ni oddiy firmalarimizdan bittasi. Bu ham o'sha metrovoy, ya'ni darvozaxonalar, naveslardagi qo'yiladigan o'sha konteynerda o'zini oltiga oltisidan kichkina qorimiz. Mana hozir 40 lik holatda tayyor bo'lyapti. Bu 1 metri 220 ming so'mdan bo'lgan X holatdagi qorimiz, ya'ni o'sha mana X holatda turibdi, ikkitalik qo'yilgan og'irroq yuklarni ko'tarish uchun mo'ljallangan. Mana shunday xizmatlarimiz bor. Mana akalarimiz svarka qilishyapti. Har bitta choklari svarka bo'ladi. Asosan bu qorlarimiz butun bo'ladi, ya'ni bunisi ham butun, bunisi ham butun profildan yasaladi. Bunaqa xizmatlarimiz bor. Telefon qilsalaring bo'ldi akalar. Yetkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videomiz yana davom etadi. Darvozaxonalar va naveslar uchun mo'ljallangan qoriliklarimiz, ya'ni qori bo'ladigan kichkina firmalarimiz haqida gaplashamiz. Bular 1 metr 170 ming so'mdan boshlanib 220 minggacha bo'ladi. Mana eng o'sha arzon variantlarda, ya'ni tepasida chokli bo'ladi. O'sha choklarning hisobiga narxi biroz arzonroq. Ichidagi materiali ko'proq, qimmatroq bo'lgani uchun mana bu firmalarimiz X variantdagi firmalar, bular 220 ming so'mga borib to'xtaydi akalar. Sizlarga hozir yangi sifatida ko'rsatib qo'yaman akalar. Mana bu firmamiz, eng kichkina firmamiz tayyor bo'lyapti. Buni svarka qilish kerak. Mana shu holatdagi firmalarimiz, ya'ni eng kichkinasi 25 lik firmamizning eng arzon varianti, ya'ni o'sha 170 ming so'mlik eng kichik variantdagi firmamiz. Bu juda ham kichkina joylar uchun bemalol yuk ko'tarishga mo'ljallangan. Hozir mana shu holatida 11.70 joy uchun qilinyapti.
Bundan kattaroqlari mana 35lik, 40lik firmalar bor. Shu 35lik, 40lik firmalarimiz ham narxi bir xil akalar. Prosta tepasidagi choklari o'zgargan hisobiga narxi biroz qimmatlaydi. Bu ko'rinishdagi kattaroq firmalarimiz, ya'ni kattaroq 15 metr, 20 metr joylarda bemalol yopishcha mo'ljallangan firmamiz 6x6, ya'ni profilda 6x6 o'zi konteynerdan chiqadigan profildan bo'lgan. Bu firmalarimizni narxi 190 ming so'mdan hozirgi kunda xarid qilishlaring mumkin akalar. Ularimiz akalar ustunliklar shu firmalarimizni tagiga o'rnatadigan ustunlik sifatida ishlatamiz. Buni 10-15 bo'ladi, stenasi ancha qalin, konteyner, ya'ni o'zini tagidan chiqargan haqiqiy baquvvat materiali. Buni 1 metri hozirgi kunda 115 ming so'm akalar. Qadrli yurtdoshlar, firmalarda o'sha misol uchun qancha desa bo'ladi, mana 5 metr, 6 metrlik firmalarimiz ham bor. Ya'ni kichkina joylar uchun qo'ysa ham bo'laveradigan variantlari. Ular bo'lsa mana kattaroq joylar uchun tagi mana profil 6x6, ya'ni tepasi 10-15 konteynerda o'sha eshikni chiqadigan boz. Mana plankalari ham qo'yilgan, chiroyli, har tomondan sirka bo'lgan akalar. Ko'rsatib qo'yapman. Mana shunaqa firmalar kimlarga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rishlaring mumkin. Ya'ni bunga ishlatilgan materiallarimiz mana profil o'zi 6x6 profilimiz, mana uzunligini ko'rib turibsizlar. Shu konteyner tepasidan chiqadigan 6x6 profil. Stenasi ancha qalin, yaxshi. Bu firmaga ajoyib bir baquvvatlik beradi desa ham bo'laveradi. Bundan yasalgan firmalar ancha xizmat qilib beradi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Akalar, obuna bo'lib qo'yamiz. Kanal rivoji uchun ustalarni ham qo'llab turasizlar. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'lasizlar.